2005-yil kino olamiga Nahotki sen filmi bilan kirib keldim. Lekin keyinchalik noto'g'ri rollar tanlash oqibatida batamom nolga tushdim. Ish yo'q, taklif yo'q, jimlik. Bu jimlik meni, cho'ntagimni va sabrimni yeb bitirdi va men Buxoroga, uyimga qaytishga qaror qildim. 2 oy uyda o'tirdim, hech nima qilmasdan. Faqat o'ylardim. Miyada majlis. Qayerda xato qildim? Nahotki aktyorlik yo'lim shu yerda to'xtagan bo'lsa yoki yetarlicha sabablarni qilmadimmi? O'ylovlarim xulosasi ishimni davom ettirishga undadi va men yaratganga tavakkal qilib poytaxtga qaytdim. Reja yo'q, pul yo'q. Faqatgina tanish talaba yigitlar bilan yashash imkoni bor xolos. Qarz oldim. Bir juft kiyim sotib olib fotosessiyaga tushdim va bu rasmlarni kinostudiyalarga tarqatdim. To'g'risi uyalardim. Bu qilishim shart bo'lgan ishlarni qilganimda fevral oyi edi. Mart oyida esa uzoq jimlikdan keyin birinchi taklif. Sevinchimni cheki yo'q. Chunki bu filmdan keyin meni karyeram oldinga qarab yurib ketdi. Bu super kelinchak filmi edi. O'shanda meni kelajakda juda ham qiziqarli rollar kutayotganligini hali bilmasdim. Qissadan hissa. Agar siz maqsad qo'ygan bo'lsangiz, bilingki, imtihonlar albatta bo'ladi. Hech narsa shunchaki berilmaydi. Faqat o'sha imtihonlar paytida turishingiz kerak bo'lgan joyda qat'iy turing. Ha, to'siqlar bo'ladi. Ha, sizga ishonishmaydi. Ha, siz yiqilasiz. O'sha payt ozgina to'xtab, yiqilish sabablarini o'rganing va yo'lingizda davom eting. Yana va yana. Bu motivatsiya emas, bu haqiqat. Chunki bu sinovlar hech ham to'xtamaydi. Ular davomiy bo'ladi. Har yil, har oy, har kun, hatto hozir. Shunday ekan, g'am-g'ussaga ne hojat? Qani turing. Sizni katta ishlar kutmoqda. Aylashmadiga ko'rishguncha.